Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir katta yo'llarimiz issiq bo'lishiga qaramasdan Marg'ilon shahriga dostavka bo'lyapti mana. Tog'lar uzoq turar, o'zini baland emas. Daryolar uzoq oqar, qayerga yetishini aytmas. Faqat inson qalbi so'rayverar yana va yana. Nima topish uchun bu yo'ldan yuraman? Havoga tarqalgan nafas, shamol bo'sh daladan o'tadi. Hech narsa qoldirmaydi, ortiga qayrilib qaramaydi. Mana katta yo'llarimizdan yuklab oldik. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli va hamyon bo'lib katta yo'llar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dostavka bepul.